İpek Ulu sadası seni bek yüzünü bağırgı elip yakın çağlayıcıma Calal'ın içine okup kalsa. Hey Jalal. Bu Xendan degan naqshini shuni anlatmabdi ekansiz-da bana. Sevimli dostlar, biz bugün Abdumrahillik Halk üçün doktorxanası alayda qo'llagan bir piyal çay söhbetimizni başlaş aldı turvatımız. Bugün kadirlik inim Jalal Enver'ni şu bir piyal çayga teklif qilib qoldik. Bu Jalal Enver bugün aş telki tağlarını besip atayın kipto hem de muşu etkince amrak mı ya? Amrak aka. Düşmeyi yanmaysa. Ya şekil işimsek baş ağrıp. Bu Jalal inim bizden İpek Ulu sadası programmasida kimler biler degan bir katta bir naqsi bilan şu kan avomninki diqqatini qo'zg'agan yigit bu. Uning ustiga İpek Ulu sadasınınki kuchlik mahirlarining birisi. Chempionlarning chempioniga deyin bu. Dağdığı qo'zg'agan yigit bu. İpek Ulu sadası seni bek yüzünü bağırgı elip yakın çağlayıcıma Calal'ın içine okup kalsa. Onun üstüge icadi hemkarlığımız intayın yaxşı dep qarayman. Tunji hemkarlığımız qaysida? Tunji hemkarlığımız aytilmagan naqshi bilan boshlangan. Undan keyin Teşna dep bir naqshi To'g'ri. ishildan, ondan keyin Tabassum ne aytding? Cilve kılar kökte yıldızlar, kalplerde sevgi yıldızlar. Ondan yigit çıktı. Bu qitim hem de Xendan degan bir naqshni olib keldim. Naq maydonda anglagandan keyin men shu dastlabki nusxasini anglab, naq maydonda anglasa boshqacha bo'ldi ekan-ku. Xendan degan naqshan shu naq maydonda ustozlarni va boshqa mahirlarni intayin hayajonga soldi. Shu naqsh to'g'riliq bir ikki og'iz gap qilay. Bu tekstni siz evet bana birinci olab bunu avval tushunishga tirishmoqchi uchun sizning tekstingizni men. Sizning tekstingizni tushunishga tirishib ozroq tushungandan keyin undan keyin tasdiqlanib bir ahanglarni buni qiynalib Boshqalar bo'lsa o'ngay solamiz. ba'zi bir tekstlar bo'lsa deylik qiynalib ketmayman ba'zi bir boshqa tekstlarda. Sizning tekstingiz kelgan chog'da xili o'tirib salaman. Buni maqitdi men mana Xendan degan naqshni hisobda bir qitim o'tirib chiqirib qolmaydi kitib, kirib yana o'tirib, yana ishni qilmaydi kitib deganda qashda bir 5 kundek jang qilib bu naqsh bilan Kelar qaytam hamda ancha qishlanolmaydigan tekstni bir aytib beraylik. Sen bilan biz ijodiyatchi degina bizga hamma naqsha o'zimizning ijodiyati bo'lganligi uchun nayta yaxshi chiqqandek tuyuladi-ku. Eng muhimi xalqning borlig'ini. to'g'ri. Yaxshi. Davomli mana tekstlar bilan ko'proq uchrashib tursak, salomatligingiz yaxshi bo'lsin, avatib turing tekstlarni o'qib turaylik ko'plab degandek. Bo'ladi. Shu Abdumrahillik Xalq üçün doktorxonasi salomat bo'lmasa nurg'a ishini qiyin olmaydi deb qaraydi. To'g'ri. Biz mush suhbatimizni seninki ovozingninki yangrab turish uchun, ijodiyatingninki julalab turish uchun yaxshi tilaklarimiz bilan oxirlashtirsak qanday qaraysan? Bo'ldi, rahmat. Shunday qildi. Rahmat aka. Salam, hürmetli ustozlar, ekran oldidagi do'stlar. Hammanglarga men Jalal Enver'dan sig'inishli salomlar bo'lsin. Hey Jalal. Bu Xendan degan naqshini shuni anlatmabdi ekansiz-da bana. Shu naq maydonda anglang deb uchurini bermagan-ku bu. Hayajonga cho'mdiq. Mush qatada chuqum Taş Mehmet mi hayajonga cho'mdi deb qarayman. Hayajonni bir anglab boqaylik. Jalol ukam
yana bir chiroyli naqshi bilan sahnimizda biz uchun ko'ngil so'rab berganidan intayin qo'shildi. Albatta Jalolninki aka hamda men naqshi aytishini jumladan men bek yaxshi ko'raman. Jalol inimniki. Bu Jalol Bilal bular o'ziga xos bir uslubni paypilab tushirib mana hozir Jalol desa mushuning ovozi o'zi yodimizga kelgidek darajada yaxshi tirishib ketib bordi. Asarlari bek yaxshi. O'sha bir qancha yildan buyon Muxtar akam bilan hamkorliklar nihoyat yaxshi bo'ladi. Bu jarayonda Jalolning asarlariga bo'lsin, bir mukammallik, texnik mukammallik yetildi deb o'ylayman. Mayli tekis bo'lsin. Chunki o'sha Jalollar, mayli Bilallar bo'lsin, bu tekisni hamda cho'qim tekis yozilgan odamlar yozgan tekis haqiqiy naqshida ifodalanadi. Masalan, Mao ib kelgan asardan Jalol jumladan ustozlarım shunda bo'ldi deb o'ylayman, jumladan men bek huzurlandim. Chiroyli asarlar ko'rsatgan. Davomli qilish sahnimizda yaxshi asarlar bilan kelib turishinglarni chin ko'nglimdan umid qilaman. Shunday umid qilaman. Jalolga tunji qitim aytilmagan naqsha temisidagi bir şiiri kuyni bergen. U naqshimi shuningdan boshlab bir 5-6 ijodiyatda hamkorlashib qoldik. Mana ma bugungi Xandan nomli ma ijodiy kuygimi intayin zo'qlandik. Men hayajonga cho'mdim. Ikkimizning ijodiy hamkorligi cheksiz bo'lsin, mangulik bo'lsin. Bir 5-6 parça şiiri verse bu mu şu töğütünü şallayıp birini ep kalışını bildi. Şiirini bek tallaydı. Bilalmışında, o Jalalmışında mağa düşüdüken dep manda deydiğe yerler ba. Muşu mağa düşüdüken deganni bilgechke Jalol inimninki, Bilal mushu Akiflarninki qo'lidan chiqayotgan ijodiy naqshlar, ijrosidan bo'layotgan, tarqilayotgan naqshlar qalblarimizga yiqyotdi uchun. Aslında bilinmezlik pek yamançı. Muşu naqshi kısmını çoğunduğanlar çoğum naqshini yaxshi etqanligi uchun hamma naqshini yaxshi etib ketilishi natayın uchun. Shunda. Shuningga mana o'ziga xos uslub bilan o'zini yaxshi